Birinchi qo'l egalaridan navbatdagi Cobalt avtomobili 2015-yilda ishlab chiqarilgan, salondan bir qo'l haydalgan 4-pozitsiya avtomat korobka. Rangiga baho beramiz do'stlar. Rangiga, probegi bosib o'tgan masofasi 81 ming kilometr. Mashina faqat benzinda yurgan, gaz paz umuman o'rnatilmagan, texnik holatlari ham zo'r holatda turibdi. 4 ta yangi всесезонный balonlar taqib qo'yilgan. Salon qismiga keladigan bo'lsak, akkuratniy turibdi, yaxshi chexol poliklar taqilgan, rul holatlari ham zo'r turibdi. Video registrator o'rnatilgan, signalizatsiya Magic Car, patologlari oppoq bo'lib turibdi, dog' bo'lib, kir bo'lib ketmagan, hidlanib ketmagan. Mashinaning bitta kichkina aybi bor, bagaj qopqog'ida mana videoda ham ko'rinib turibdi, dog'i bor. Pitno qilib bo'yalgan, qirilgani uchun. Lak kuygan ekan, buni bitta polirovka qilsa rangi yana o'ziga kelib oladi. Bamperi bo'yalgan. Qozonlar but-butun, ichlar but-butun, mashina kalta yemagan. Qolgan joylari top-toza, bemalol xohlagan ustunlarga tekshirtirib olishingiz mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $7700. Telefon raqamlarini video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Mashina faqat naqd pulga sotiladi, manzil Toshkent shahar.